Hürmetli vatandaşlarım, endi kövendeki leksiyaga dikkat kılыңlar. Bu leksiyanın asaslık mazmunu hazır Cumhuriyet Amerika Qo'shma Shtatlari devleti o'ttirisi ta'kidlanayotgan bir mesele, savdo meselesi. Bu savdo meselesiga munosabatlik bir kitap, yani Ajal elib kelguchi Jungo degan kitobni yozgan Abdur Navarro apandi hazır Oqsaroy savdo siyosat komitetining mudiri bo'lib saylandi. Muş kişinin yazgan kitabı, hazırki sözleydiğen leksiyimizde, bundan keyinki Amerika Qo'shma Shtatlarının Jungo'ga qartilgan savdo siyosati ve yoki Jungo munosabatinin asası muqamini belgileydiğen siyasetga mushu kitap asas bo'lib qolamdi degan mazmundagi leksiya. Sizlarga buni so'zlaymiz. Endi buni sal burun vaqti burunroq edi, keyin tashlanib qolgan edi. Men bugun elib buni sizlarga leksiya qilib so'zlamoqchiman. Bu meningcha, o'zimning nazaricha bu intayin muhim bir ish. Chunki bu kitobning mazmunidan Jungo Amerika o'rtasidagi savdo munosabatining zada qandoq ish ekanligidan oz to'la xabar topa olasizlar. Mavzu mundaq. Prezident Trump bilan Jungo munosabatida ko'rsatgich qo'llanma. Qisqacha tanishtirish. Ajal elib kelguchi Jungo. Ajdahor Jungodan qo'rqmaymiz. Yer shari harakat chaqirig'i. Mavzuliq maqola 3-oyning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Washington yangi bir ish. Amerika Jungo savdosi to'g'risida yozilgan bir parcha kitob 2011-yili nashr qilingan. Amazon tor betidan setib olay desangmi hozir bu kitob setilib tugidi. Ammiy kutubxonalardan ariyat olay desangmi hozir bu kitobni izlab topqili bo'lmaydi. Acaba bu kitob barliq kishilar talishib o'qiydigan, talishib chap-chap bo'lib setib oladigan kitob bo'lib qoldimi? Bu kitobni setib olg'uvchi kishilar balki kitobning avtori Peter Navarro degan ismga qiziqqan bo'lsa kerak. Prezident Trumpning hukumat kabinetida Navarro ismli dongli bir kishi bor. Bu hurmatli iqtisodshunos professorni Prezident Trump yangi ta'sis qilgan Oqsaroy savdo komitetining mudiri qilib belgilagan. Peter Navarro Jungoni qattiq tanqid qilish bilan tong chiqargan. Uning Jungo to'g'risida yozgan bir necha parcha kitobining ta'siri intayin zo'r. Kelgusi Jungo urushi kitobini chop-chop bo'lib setilgan kitoblar tizimligiga kirgizishga bo'ladi. Bu maqolani yozuvchi Peter Navarroning 2015-yil nashr qilingan Yoshurun Yo'lbos mavzuli kitobini tunishtirgan, lekin Amerikada har yili nashr qilinadigan Jungoning ichki tashqi siyosatini tanqid qiladigan kitoblar son sanoqsiz. Ba'zi kitoblarning Jungoni tanqid qilishi Peter Navarrodan ig'roq tursimi? Undaqda nemish faqat ajal elib kelguchi Jungo mavzuli bu kitobni bozordan topqili bo'lmaydi. Ajal elib kelguchi Jungoga asoslanib ishlangan kino filmini tarqatquchi kishilar tor betida ko'rinarli tetonda bir nafar o'qirmanning yozgan mundaq ta'sirotnomasi bor. Ajal elib kelguchi Jungo dal joyida yozilibdi. Sonliq ma'lumot paketlardan foydalanib ko'zitish kuchi bilan tasvirlab Amerika bilan Jungo o'rtasidagi masalani bayon qilibdi. Men bu kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Donald Trump. Peter Navarro o'zi mundaq deydi. Men burun Prezident Trump bilan tanishmaydim. 2011-yil ajal elib kelguchi Jungo mavzuli kitobim e'lon qilingandan keyin hozirgi Prezident Trump shu vaqtda Shinxuashi muxbirining ziyoratini qabul qilganda Navarroning kitobini madihlab, shu kundan boshlab ikkimiz xat aloqa qilishadigan bo'ldik. Taki o'tgan yili prezident saylamida tunji qatim yuz ko'rishdik. Prezident Trump bilan Navarro saylam davrida ko'rishibla chiqishib ketdi.
icil inak bulup ketdi. Şu günden başlap Navarro Prezident Trump'ның iqtisad işleri məsləhətçisi boldu. Saylam jarayonida hozirgi Prezident Trump ayni çağda e'lon qilgan nurg'unlagan muhim ko'z qarashlar Amerikaning yasamışılık, yani sanatı ve Jungo Amerika to'g'risidagi ko'z qarashlar Ajal elip kelgüçü Jungo degan kitaptan kelgan. Hozir nurg'un kishilar bu kitap Prezident Trump'ның Jungo Amerika munosabatini bartaraf qilishning ko'rsatkichi. Kelgusida Jungo qartadigan siyosatning hammasi mushu kitapning ichida deyishmoqda. Diqqat vatandoshim. Nim deydi? Ko'z qarashda ajal elip kelgüç Jungo kitapdan kelgan. Nurg'un ko'z qarashda ajal elip kelgüç Jungo degan kitapdan kelgan. Hozir nurg'un kishilar bu kitap Prezident Trump'ның Jungo Amerika munosabatini bartaraf qilishining ko'rsatkichi. Kelgusida Jungo'ga qartadigan siyosatning hammasi mush kitapning ichida deyishmoqda. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim.